German tilda sanlar. 0'dan başlap 20'gacha bo'lgan sonlarni o'qib o'taylik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu yerda diqqat qiladigan narsa 13'dan başlap 19'ga chiqarsanglar 13, 14, ya'ni 3, 10, 4, 10 deganga o'xshash. Ya'ni biz Uyg'ur tilida avval 10'luq san, ya'ni 14, 13 deymiz. Ama germanlar 3, 10, 4, 10 degandek şekilde ifadelaydi. Avval birlik san, keyin 10'luq san yani. Buna diqqat qilib qo'yinglar. 20'dan 29'gacha o'qib o'taylik. 20, 20, 21, 21. 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. Endi 10, 20, 30, 40 degandek 10'luq şekildeki sonlarga qaraylik. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. 100'ni 100 deymiz, yoki ayni 100 sonlarni buldu. Endi bu A1 seviyede sonlarni asosliqi telefon numeralarini deyarligidek, marketlarda savdo set qilganda qancha pul ketdi, qancha pul qaytirdi, shularni tushungidek bo'lsanglar bo'ldi. Ya'ni songa bek taqilib qolishning hojati yo'q. Ham bek tushundugidek ham yo'q. Shunga qayta o'qish orqali, yodlash orqali, ham kundalik hayotda ishlatish orqali o'rganib olsanglar eng to'g'risi shu. Hamsa keyingi videolarda ko'rishaylik. Auf Wiedersehen.